Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan yana Komiljon Uz. Bugun hafta kuniga shanba 10-may 2025-yil. Biz mana katta Namangan Simental firmasidan video obzorimizni boshlaymiz. Bu videoni chiqarishdan maqsad bizda mana shu sigirlarni bo'zaylarini sotish. Hop, hozirda 7 ta buqacha, bitta xunojincha bo'zagi sotiladi. Buni video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz, aziz obunachilar. Ko'ringlar, mana original Simental firmasi mana. Videoni uzmasdan bemalol ko'rsatamiz. Hali ulab qo'yib, qo'shib qo'yib unaqa narsalar yo'q, aziz obunachilar. Komiljonimizda hamisha kuzatib, layklaringni ayamasdan bittadan gum etkizib turib layklar bosib tashlasalaring, xudo xolasa. Hop, mana ketdik bo'zaxonamizga, aziz obunachilar. Hammasi damda mana. Dam olyapti, kayf qilib mana. Oh. Hop, mana kichkintoyimiz buqacha. Bu ham buqacha, bunisi ham buqacha. O'sha soniga 8 ta, 7 ta buqachasi bor. 15 kunlik, 20 kunlikdan 2 oylik, 2,5 oylikgacha mana shu 2 oylikdan o'tgan buqacha. Hammasi go'zal. Bir-biridan sifatlari a'lo darajada. Hozir mana ichiga kirib, bir qator sekin ko'rsatib beramiz. Cho jonivor. Tur. Qo'y boshlarini, et boshlarini cho. Hayt, qo'rqma. Mana. Mashlar mana bir oydan o'tgan. Bunisi 2 oylikdan o'tyapti. Bular uchalasi ham buqacha. Bo'ladigan, o'ta go'zallaridan so'raganlar bormi? 3 ta buqacha. Cho. Mana orqa ketlari. 4 son bo'lib qolgan. Hit lumbullaganlaridan. Mana. Bunisi mana 20 kunlikdan o'tib 1 oylikka borib qolgan bo'zakcha. Hammasi 4 son toza qonli Avstriya bo'zakchalar. Hop, yana davom etamiz. Shoshilmanglar, videoni oxirigacha kuzatishda davom eting. Sababi qaysidir bir gaplarimiz eshitilmay qolishi mumkin. Yoki bo'lmasam bo'zaylarni to'liq darajada ko'rolmasdan yana videolaridan tashlab yuboring deydigan obunachilarimiz bir boshdan ko'rishga harakat qilinglar. Cho jonivor. O qaranglar. Nima deyapti bu bo'zakcha? Buqacha bu ham mana. Bitta dog'i yo'q mana, aziz obunachilar, ko'ringlar. 1 oylikka boryapti bu ham. Qo'shlar qaytarib qo'ygan. Cho. Buni ham turgizdiraylik. Bu xunojinchasi kichkinarog'i. Oh, turishni qaranglar, nima deyapti bu ham? O'ta go'zalidan. Laykni ayamanglar, bosinglar. Biz yana shunaqa videolardan chiqarishdan charchamaymiz. Mana baqbaqalariga e'tibor beringlar, aziz obunachilar. Mana shuncha bo'zagimiz ichida bir dona xunojinchamiz bor. Mana bunisi aql o'tib ketib qoldi endi. Hop, yana davom etamiz. Cho, mana bu yerda ham buqacha. Bizlaring ko'rib, belgilab olsalaring bo'laveradi. Bular ham mana 2 oylikka boryapti, xudo xolasa. Mana 2 oylikdan ham o'tyaptimi shunaqa. Kichkintoyim, cho. Yo'qcha, tur endi yo'qcha. Cho. Hozir turgizdirib beramiz bularni. Bularning narxlariga keladigan bo'lsak, charchabdi-da, mayli endi, turmasa. Bu ta sifat darajasida birinchi o'rinda turadi. Voy qaranglar. Bular narxlarini aytib o'tib ketamiz, aziz obunachilar. Bir joyga olgan odamga mana 18 milliondan qo'yig'i suyug'i ajratib olganlarga senasi har xil bo'ladi. Ya'ni narxi. Bir joyga olaman deganlarga 18 milliondan.
tozasidan boqaman. Kelajakda yaxshi buqa yoki nojin qo'ymoqchiman deganlar uchun. Ko'ringlarchi, o'ta sifat narsalar.